Ketish uchun qay biri qulay? Rossiya yoki Yevropa? Rossiyada hozirda o'rtacha oylik maosh $1200, yevro valyutasida ham xuddi shunday ekanligi qayd etilgan. Bu o'rtacha ko'rsatkichi bo'lib, malakali mutaxassislar va yirik shaharlarda bu ko'rsatkich yuqoriroq bo'lishi mumkin. Kichik shahar va kichik kompaniyalarda esa past bo'ladi. Yashash xarajatlari Yevropaga qaraganda pastroq bo'lishi mumkin, lekin oylik daromad ham ancha pastroq bo'ladi. Rossiyada agar maxsus kasbingiz bo'lsa, ish topish nisbatan oson, yashash xarajatlari past. Schengen Yevropa mamlakatlarida o'rtacha oylik maosh bruttoda 3155 yevroni tashkil qiladi. Ba'zi davlatlarda oyliklar taxminan eng yuqori maosh Luksemburgda 7000 yevro bo'lsa, eng past maosh Bolgariyada 1100 yevro atrofida. Luksemburgda 4300 yevro bo'lsa, Bolgariyada 850 yevro. Yevropada ko'proq himoya va mehnat huquqlari, yuqori ijtimoiy xizmatlar, yuqori oylik. Xulosa qilib aytganda, Yevropada ish haqi odatda ancha yuqori, ayniqsa G'arb Yevropa shimoli va yirik iqtisodiy davlatlarda. Ko'p hollarda mahalliy tilni o'rganish kerak. Rossiyada yashash xarajatlari pastroq bo'lishi mumkin, lekin oylik daromad ham pastroq bo'ladi. Ayrim ijtimoiy xizmatlar Yevropadagidek emas. Siz qanday fikrdasiz? Albatta izohda yozib qoldiring. Videoni esa Rossiya yoki Yevropani tanlolmayotgan do'stingizga yuborib qo'ying.